dori. Cerebralizin. Cerebralizin nima o'zi bu? Bu peptid, ya'ni cho'chqani miyasidan olingan bitta peptid, aminokislota, peptid va ba'zi bir narsalarni yig'ilmasi dori sifatida sotiladi. Nimaga sotiladi? Buni ishlab chiqaruvchilarni yoki o'sha davolovchi odamlarni aytishiga qaraganda, bu bosh miyani faoliyatini yaxshilaydi, insultdan keyin bosh miya yo'qotgan funksiyalarni qayta tiklanishiga yordam beradi deyiladi. Man evidence based meditsinaman, ya'ni dalillarga asoslangan holda faqatgina davolayman va shunaqa targ'ibot qilaman tibbiyotni. Demak, bizga dalillar cerebralizin haqida nima deydi? Juda ham katta bitta trial bor, ya'ni tekshiruv, CASTA deyiladi, CASTA trial. Bu randomized control trial, ya'ni исследованиялар, tekshiruvlar ichidagi eng yuqori dalillarga hierarxiyasida eng yuqorisida turadigan tekshiruv. Bunda mingdan ortiq o'tkir insulti bo'lgan bemorlar bu tekshiruvda ishtirok etishgan. Ya'ni ularga insult bo'lgandan keyin 12 soat ichida cerebralizin berilgan yoki hech narsa berilmagan, ya'ni platsebo. Va rezultati qanaqa? Cerebralizinni hech qanaqa foydasi, effekti yo'q platseboga qaraganda. Xo'sh, yana bundan tashqari Cochrane review bor, ya'ni Cochrane usuli bo'yicha katta tadqiqotlarning sharhi. Mana men bu ko'rib turgan sharhni ichida 7 ta juda ham katta bo'lgan tekshiruvni sharh qilishgan va bunda 1700 dan tashqari bemor ishtirok etgan. Va buni rezultati ham xuddi shunaqa. Cerebralizin bosh miyani funksiyalarini tiklanishiga yoki insultdan keyin o'limni oldini olishda hech qanaqa effekti yoki foydasi yo'q. Qo'shimcha ma'lumot, FDA va EMA bu AQSh va Yevropadagi dorilarni ruxsat beradigan organizatsiya. Ikkalasi ham cerebralizinni umuman hech qanaqa narsaga davolashga, ishlatishga ruxsat bermaydi. Shunga qaramasdan dunyoning 45 dan ortiq davlatlarida bu asosan post ittifoq davlatlari, Rossiya va post ittifoq davlatlari, Osiyo davlatlari va shu davlatlarda bu hali ham ishlatiladi. Nega ishlatiladi? Men uchun to'g'risi aytaman qorong'u. Endi spekulyatsiya qilishim mumkin, bu o'sha marketingni kuchliligi, ya'ni bozorga kirib borishini bu farma kompaniyalarni, ya'ni shifokorlarni yoki ko'nikmalarni o'zgartirmasligi, ya'ni ularga nimani o'rgatgan bo'lsa, ustozlari o'sha post ittifoq davlatidan qolgan o'sha narsalarni yana dальше targ'ibot qilish yoki eng uchinchisi spekulyatsiya qilish mumkin, umid, ya'ni umidni sotish. Kasal bo'lgan bemorga eng oson bo'ladigan, sotish oson bo'lgan narsa bu umid, ya'ni kasal bo'lgan odam hech narsaga qaramasdan davolanishni yaxshi bo'lishini xohlaydi. Shuning uchun cerebralizinni sotishadi. Dalillar bizga boshqa narsani gapiradi. O'shaning uchun aqlli bo'linglar, dalillarga asoslanib bemorlarni davolanglar.